Fiqhiy mazhablar. O'sha davrda ko'plab faqihlar yetishib chiqqanlar. Ularning ko'pchiligi o'zlari dunyodan o'tishlari bilan fiqhiy ishlari ham qolib ketgan. Ammo musulmonlar ommasiga keng tarqalgan, shogirdlari va orqasidan ergashuvchilari ko'p bo'lgan ulamolar fiqhiy mazhab sohiblari deb tan olingan. Shulardan to'rttalari butun dunyoga mashhur bo'lganlar va ularning mazhablari musulmonlarning jumhuri tomonidan rasmiy fiqhiy mazhablar deya tan olingan. Bular quyidagi mazhablar: Hanafiy mazhabi Shom, Turkiya, Turkiston, Pokiston, Hindiston, Bangladesh va boshqa yurtlarda keng tarqalgan. Ikkinchisi Shofiy mazhabi Misr, Suriya, Indoneziya, Malayziya, Filippin, Tailand va Afrikaning ba'zi davlatlarida tarqalgan. Uchinchisi Molikiy mazhabi Liviya, Tunis, Jazoir, Mag'rib, Mavritaniya, Nigeriya va Afrikaning ba'zi davlatlarida tarqalgan. Hanbaliy mazhabi Arabistonning yarim orolida tarqalgan.